Xo'jayinimlarni tovuq, jo'jalarni hammasini tekinga tarqatib yuboraman deganimdan keyin meni direktimga yuzlab odamlar yozishdi va molxonadagi yangi ochilgan jo'jalarni ko'pini gapimni turgan holda tarqatib yubordim. Xo'roz bilan tovuq ham bergan edim, lekin tekin narsa qadrsiz bo'lishini umuman tasavvur ham qilmagan. Yalinib iltimos qilib bolalarim qarashadi, olib berishga pulim yo'q deb olgan odamlar 2 kundan keyin xo'rozingizni so'yib olib sho'rva qilib yubordim, yo'kida jo'jangiz bormi? Mushuk ilib ketibdi, tutingizni bo'lsa bolalarim cho'miltirib qo'yibdi degan gaplikni eshitib prosa shokka tushdim. Ana endi bo'lsa xo'jayinimdan mehrli so'zlarni eshitgan holda o'zimizda qolgan tovuq va jo'jalarga mehr bilan qarab olman. Agar sezgan bo'lsanglar, tovuqlarning inida ham ancha-muncha tovuq xo'rozlar turardi. O'tdan ham 10-15 ta berib yuborganligim uchun kamayib qolishgan. Bugun ertalab ko'rganinglardek xo'jayinimlarni tovuqlari, xo'rozlari hammasiga yaxshilab qarab qo'ygan holda, keyin bo'lsa kunimni uy ishlaridan boshladim. Hammaga zavtrak bergandan keyin oshxonalarimni yig'ishtirib oldim. Keyin bo'lsa xaladiniga hujumga o'tdim. O'zi aslida ota-onam bilan 4 kun maza qilib dam olib keldik, lekin menda nimayi bir kun uyda o'tiraman desam, opachamni tug'ilgan kunlarga to'g'ri kelib qoldi. Bormay uyda o'tira qoling deyman-u, lekin bormasa ham bo'lmaydi, ichim qizib kuyib ketadi. O'shaning uchun tez ishlarimni qilishga kirishib ketdim. Qaynatamlardan, xo'jayinimdan qanaqa ruxsat olaman deb o'ylanib tursam, omadi bor qizmanda. Bittaligini choyxonaligi, bittaligini to'yligi bor ekan. Lekin shunda ham o'zimdan ketib qolganimcha yo'q. Hamma joylarni joy-joyiga qo'yib, paratkalab, yig'ishtirib, uborkalar qilib olib keyin ketdim. O'zi aslida videoda ko'cha hovlini sipirganlarim, qaynatamni, xo'jayinimdan mashinalarini yuvib berib, kiyimlarini dazmollaganimgacha videolari bo'lishi mumkin edi. Lekin mehmondorchilik ulgurish uchun telefonni emas, uy ishlarini tanladim. Aytgancha maqtab qo'ying, meni ishlarimni tezgina bajarishimga yordam bergan bu billuri stress bo'ladi.